Bugun sizlar bilan bir hafta tursa ham qotmaydigan, yumshoqqina bo'lib turadigan medavik retsepti bilan bo'lishaman. Qizib turgan qozonga asal solamiz, soda solib yaxshilab qizarguncha aralashtiramiz. Keyin esa 300 g margarin solib yana aralashtirishda davom etamiz. Alohida idishga 8 ta tuxum oqini solamiz hamda soda solib yaxshilab mikser qilamiz. So'ng oz-ozdan 1 piyola shakarni qo'shib boramiz. Yaxshilab ko'pirtirganimizdan keyin boyagi 8 ta tuxumni sarig'ini qo'shib yana mikser qilamiz sizlar. Keyin bo'lsa tuxumli aralashma bilan gazdagi asalli aralashmani qo'shib bularni ham aralashtiramiz. Issiq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi qizlar. Yaxshilab mikser qilganimizdan keyin esa buni ustiga 2 ta kosa un qo'shib olamiz. Ko'rganinglardek xuddi shunaqa quyuqqina bo'lib chiqadi va bularni kosalarga ajratib olamiz. Har bir korjni shunaqa qoshiq bilan yaxshilab tekislab yoyib olamiz va duxovkada 25 minut daqiqada pishirib olamiz. Kremiga bo'lsa 1 kosa sutga 1 piyola un hamda 1 piyola shakar solib, yaxshilab kamochkalari ketguncha gaz ustida pishirib olamiz. Gaz ustida pishirgandan keyin bu shunaqa quyuqqina holatga keladi va ustidan yarim tagina sariyog' solib, yana aralashtirishda davom etamiz. Kremimizni asosi shunaqa tayyor bo'lgandan keyin buni birozgina sovutish uchun chetga olib qo'yamiz. Kremimiz sovigandan keyin ustiga shunaqa quyultirilgan sut hamda 1 pachka vanilin solib, uni mikser qilishda davom etamiz. Ana endi kremimiz tayyor bo'ldi. Pishgan ko'shlarimizni shunaqa qilib chetlarini tekislab olamiz. Qavatlariga esa kremlarimizdan surib, ketma-ket surib, tekis qilib joylashtiramiz. Bu medavik yosh qariga mazasi va yumshoqligi bilan birdek yoqadi. Ayniqsa tug'ilgan kun mehmonlarga olib borsanglar, sizlarni duo qilib yeyishadi.